Assalomu alaykum qadrli do'stlar. LPIC 1 kursimizni davom ettiramiz. Oldingi darsimizda Linux bir vaqtning o'zida minglab jarayonlarni bajara olish qobiliyatini ko'rgan edik. Xo'p, standart holatlarda Linuxdagi barcha jarayonlar teng huquqli hisoblanadi. Ya'ni o'sha yadro kernel xuddi chorrahadagi dan xodimiga o'xshatsak bo'ladi. Shunaqa ishlaydi. U protsessorda, ya'ni o'sha CPU ni vaqtini hamma dasturlarga teng taqsimlaydi. Ya'ni biroz sekin ishla, endi to'xta, endi sen ishla deb navbatni tez-tez almashtirib turadi. Biz buni sezmaymiz ham. Lekin ba'zida tizimda o'ta og'ir dastur yoki biror bir jarayon ishlaydi. Tasavvur qiling, serveringizda katta hajmdagi ma'lumotlarni zaxiralashingiz kerak. Bu jarayon sizga juda ham muhim qolganlariga nisbatan, chunki serverga qanaqadir virus tushdimi yoki kimdir hujum qilyaptimi. Xo'p, boshqa jarayonlar CPU ni ham band qilib turadi. Bunda teng huquqligi bo'lib turganda, hop, backup qilish jarayoni sal sekinroq ishlashi mumkin. Xuddi shu jarayonda serverda biz aynan shu backup qilishni birinchi o'ringa qo'yishini buyurishimiz mumkin. Ya'ni barcha resurslarni faqat shu jarayonga ishlatish uchun unga buyruq berishimiz mumkin. Kompyuterda qaysi biri muhimroq ekanligi u bilmaydi. Biz shuni unga aytamiz. Aynan shuni sen birinchi qilishing kerak. Bugun darsimizda aynan shu ustuvorliklar haqida gaplashamiz. Linuxda dasturlarning ustuvorligini belgilash uchun ajoyib buyruqlar bor. Bularda eng ko'p ishlatiladigani nice, ya'ni o'zbekchasiga yaxshi degan o'sha inglizcha so'zni misol qilishimiz mumkin. Nice qiymatlari -20 dan to +19 gacha bo'ladi. U xuddi golf o'yiniga o'xshaydi. Ya'ni hisoblash qancha kichik bo'lsa, shuncha yaxshi. Ya'ni -20 degani bu eng yuqori ustuvorlik, ya'ni prosessor eng birinchi o'rinda shunga xizmat ko'rsatadi. +19 bo'lsa, o'sha eng past ustuvorlik bo'ladi. Ya'ni o'sha dastur hamma qolgan barcha dasturlar bajarilib bo'lgandan keyin, o'ziga kerakli resursni ishlatib bo'lgandan keyin aynan shu dastur keyin ishlaydi. Odatda barcha dasturlar 0 yoki 10 qiymat bilan ishga tushadi. Oddiy holatda. Keling, buni amalda ko'ramiz. Hozir men o'sha qattiq diskimni hashini olishga harakat qilaman va buni uzoq vaqtroq jarayon kechadi. Shunga bu ustida amallarni bajarish osonroq bo'ladi. Xo'sh. Birinchi o'rinda u qanday nomlanganini ko'rib olishim kerak. Asosan devda bo'ladi. Let's dev. Bu yerdan asosan SDA bo'ladi. Xo'p, mana. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda yozaman SHA-256. Bu hashlar haqida ham hali qo'shimcha to'liq ma'lumotlar olamiz, darslar o'tamiz. Shunchaki hozir bir jarayonni ishga tushirish uchun ishlatib turibman. SHA /dev sda. Permission denied. Okay, sudo bilan. Sudo. Sudodan keyin ikkita undov qo'ysak, yuqoridagi komandani qaytib yozishimiz shart emasda, avtomatik xuddi shu komandani mana sudo SHA-256 dev sda ni bajarib beradi. Bu jarayon boshlandi. Keling, qo'shimcha terminal ochamiz. Qo'shimcha terminal ochish uchun Ctrl+Shift+T ni bosyapman. Bu yerdan keyin biz o'tgan safar top komandasini ko'rgandik. Men endi bu safar sal boshqacharoq, chiroyliroq UI ga ega bo'lgan htop komandasini ko'rsataman. Okay. Sudo apt install. Xo'p, dasturlarni o'rnatish, ularni o'chirish haqida ham keyinchalik to'liq ko'rsatamiz. Xo'p, biror bir dastur o'rnatish uchun sudo apt install. Xo'p, parolimiz htop. Htop ko'rishimiz mumkin, topdan farqli, chiroyliroq UI ga ega, tushunarliroq va pastda qaysi tugmalar bilan nimalarni bajarishimiz haqida ham ma'lumotlar berib turadi. Osonroq, qiziqroq desak ham bo'ladi. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin, meni jarayon hali tugagani yo'q, devsda. Qani bu endi CPU bo'yicha saralangan. Deyarli yuqorida ko'rinmayapti ham bu. Keyin bunda shunchaki bosib saralab olsak ham bo'ladi. Time bo'yicha qancha vaqtdan beri ishlayotganligi. Bu yerda memory, CPU bo'yicha. Yoki men ko'rmayapman.
ps aux o'tgan safar ko'rganimizdek qilib izlaymiz. grep sh okey. Qilib yozish kerak. sh sum shaman. Hozir. 1 daqiqa. Ha, уже tugab bo'libdi-da, shunga ko'rinmayapti. Boshqatdan. Bu yerdan sh 256 so'm. sh 256 so'm. 58 26 işte o. Devam edebildi. Rutiye qarab sarasiga. Bo'lsa kerak. Mana. Hop. E'tibor beraylik bu yerda. U hozir oddiy ustuvorlik ustida ishlayapti. Aynan shu yerdagi ni, ya'ni o'sha nice ni qisqartmasi hammasi default 0 bo'ladi. Ba'zi bir Linux sistemalarda 10 bo'ladi. Menimcha hozir bu tugadi. Ha, tugadi. Xo'p. Default 0 bo'ladi. Ba'zi bir sistemalarda, ba'zi bir Linuxlarda default 10 qiymat bo'ladi. Bu haqida boya gaplashdik. Uni to'xtatmayman, shunchaki boshqacharoq yozaman. Ya'ni bu yerda hozir nice ni qiymati 0 biz bu yerda buni o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun yana bitta terminal bu yoqda ishlab turadi. Bu yoqda eshitib ko'rish uchun yana bitta terminal ochaman-da. Buning uchun sudo nice komandasi odatda sudo bilan ishlaydi. Buni ham hozir tushuntiraman. Ba'zi bir paytda sudosiz ham ishlatsak bo'ladi. Chiziqcha n. Xo'p, biz bu yerda qanday qiymat bermoqchiligimizni aytamiz. Minusdan 12 va qaysi ishlayotgan komandaga sh 256 so'm. Xo'p, dev/sta albatta root paroli bu jarayon yana tugab qolibdi. Ishlayapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda ishlayapti. Bu yoqda ishlayapti. Xo'p, boshida nice komandasi bizda voy. Qani? Nice komandasi 0 edi, default holatda. Hozir biz bu yoqda -12, ya'ni eng katta qiymatni berdik va bu -12 bo'ldi. Endi bu yoqda ko'rayotgan bo'lsak ham CPU ni почти 100% hammasini ishlatyapti. Ya'ni nima degani? Hozir tizim barcha resurslarni aynan shu jarayon uchun sarflayapti. Barcha resurslar aynan shu jarayon uchun sarflandi degani bu o'sha jarayon tezroq bo'ladi. Ya'ni bu jarayonda hozirgi paytda prioritysi, ya'ni ustuvorligi juda ham katta degani. Ya'ni tez bajarilishi kerak. Xuddi o'sha boya aytganimdek, aytaylik qaysidir tizimga virus tushdi, biz undan tezroq backup olishimiz kerak. Boshqa jarayonlarga e'tibor bermagan holatda aynan shu paytda shu ishlaydi. Xo'p. Bu tugabdi. Buni o'chirsak ham, o'z avtomatik o'chibdi ham mana. Keyin boya aytdim, -12 ba'zi asosan sudo bilan qachonki biz manfiy qiymat, ya'ni ustuvorligini oshirmoqchi bo'lsak, administrator huquqi bilan ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Agar oddiy foydalanuvchi o'z dasturini, faqat o'zinikini e'tibor beraylik, ustuvorligini almashtirmoqchi bo'lsa, u +1 dan +19 gacha bera oladi. Ya'ni unga manfiy qiymat berib, qolgan dasturlardan, qolgan jarayonlardan ustuvorligini oshira olmaydi. Uning uchun faqat sudo kerak, manfiy qiymat berish uchun, musbat qiymat berish uchun o'z dasturini o'zi +1 dan +19 gacha bo'lgan holatda qiymat berib o'zgartira oladi. Bu dasturlar qanday o'sha nice ustuvorlik qiymatda ishlayotganligini ko'rish uchun htop komandadan foydalanyapmiz. Buni o'rniga o'sha topdan foydalansak ham bo'ladi. Oldingi darslarda o'tganimizdek yoki ps auxdan, xo'p, htop bu safar shunda ko'ramiz. O'sha boya aytganimdek, ya'ni nice qiymatini qisqartmasi aynan shu ustunda biz ishlatayotgan dastur yoki ishlayotgan jarayon dasturini ustuvorlik darajasi
qiymati turadi. Nice ning qiymati turadi. Agar bu ro'yxatni o'sha nice bo'yicha saralayotgan bo'lsak, xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin -15, -11, -15 bilan leader useri xo'p, bu yerda Gnome shellni ishlatyapti. Ya'ni mana shu biz ishlatayotgan mana shu terminal hozir eng ustuvorligi yuqori darajada ishlayapti. Bundan keyingisi ham leaderda, bundan keyingisi ham, bundan keyingisi rootda bu nimani ishlatyapti? Systemda jurnal dini ishlatyapti. Ya'ni loglarni yozib, ularni analiz qilish uchun. Xo'p, bu yerda undan keyin qolgani odatiy 0 qiymatda ishlayapti. Xo'sh, endi tasavvur qilaylik, biz hozir 10 soatlik oxir zaxiralash, ya'ni backupni ishga tushirganmiz. Bu allaqachon ishga tushirilgan. Bunga ishga tushirganimizga 1-2 soat bo'ldi deylik. Lekin biz bu jarayonni tezlashtirishimiz kerak. Lekin biz allaqachon 2-3 soatini bosib o'tganmiz. Shu jarayonni biz yopmasdan turib, ya'ni dasturni o'sha to'xtatib boshidan boshlashni o'rniga uni o'sha joyidan uni ustuvorlik darajasini, ya'ni tezlashtirishni belgilashimiz mumkin. Ya'ni nice ning qiymatini o'zgartirishimiz mumkin. Bu holatda nima qilamiz? Ishlab turgan dasturning ustuvorligini orqaga qaytarish, ya'ni o'sha sekinlashtirish uchun biz renize buyrug'i yoki uni ishlashini tezlashtirish uchun ham renize. Bu yerda faqat o'sha qiymatlarda farq qiladi. Ya'ni nice ni renize, ya'ni o'sha bilamiz, qayta degan ma'noni anglatadi ko'proq qaysidir so'zni boshiga qo'yilganda. Xo'p, renize ya'ni qayta unga ustuvorlik daraja qiymatini berish. Buning uchun biz o'sha ishlayotgan dasturni PID qiymatini bilishimiz kerak. Misol uchun shu Gnome shell terminalimiznikini o'zgartiramiz, 3360 deylik. Terminalda yozamiz. Misol uchun, albatta renize sudo ishlatiladi. Xuddi boyagi holat, agar o'zingizda dasturingiz o'sha userning dasturi bo'lmasa sudo ishlatiladi yoki manfiy qiymat bermoqchi bo'lsa sudo ishlatadi. Xo'p. Sudo renize bu yerda keyin chiziqcha n, ya'ni qaysi qiymatni bermoqchiligimiz -15 edi boyaginiki. Xo'p, -14 berib ko'ramiz, mayli. -14 va PID 3360. 3360. Enter. Xo'p, mana o'zi aytayapti 3360 process ID'li old priority, ya'ni oldingi ustuvorlik darajasi -15 edi. Yangi priority, yangi ustuvorlik darajasi -14 qilib belgilandi. Bu yoqqa o'tib ko'rsak ham nice ning qiymati -14 ga o'zgargan. Xo'p, shunday qilib dastur ishlayotgan dasturimizni o'sha aytdim boya backup olyapmiz. Bu aynan 10 soatlik backup bo'lish kerak edi, lekin uni aynan 5 soatini bosib o'tdik. Biz uni tezlashtirmoqchimiz. Shu paytda biz u dasturni to'xtatib turib yana boshlasak, ko'p vaqt yo'qotib qo'yamiz. Shu holatda renize komandasidan foydalanib, uni ustuvorlik darajasini oshirishimiz mumkin. O'tgan darsda ham ko'rsatdim, jarayonlarni kill qilib yuborishni. Bu haqida biroz yana to'liqroq to'xtalib o'tish kerak deb o'ylayman. Agar dastur o'sha umuman qotib qolsa yoki uni qandaydir yo'l bilan to'xtata olmayotgan bo'lsak, bilmadim. Aynan shu uchun bizda terminalda kill komandasi bor. Bu o'sha keraksiz dasturlarni yoki qotib qolgan dasturlarni shunchaki kill qilib, misol uchun ba'zi bir dasturlar X ni bossak ham chiqib ketmaydi, qotib qoladi-yu, shu joyda kill komandasidan foydalansak bo'ladi. U uni shunchaki prosta majburlab yopib yuboradi. Biz uni terminalda o'sha qilishimiz mumkin, ya'ni yopishimiz mumkin. Buning uchun kill buyrug'i ishlatiladi. Lekin kill shunchaki o'zi kill degani o'zbekchasiga o'ldirish degani. U shunchaki o'ldirmaydi, u dasturni o'sha dasturga signal yuboradi. Terminalga kill chiziqcha L qilib yozsak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Killni 64 xil usuli bor, ya'ni har bir usul ko'ryapmiz. 64 xil usulda kill qilish mumkin. Bizda eng ko'p ishlatiladiganlari faqat 3 tasi bilish kifoya. Qolgani juda chuqur kirib ketadi. Xo'p. Birinchisi siege hub. To'g'ri aytgan bo'lsam, bu hang up o'sha hang up deyshadi buni. Ya'ni o'sha dasturda qandaydir xatolik bor, o'zing uni qayta ishga tushir degan ma'noni beradi. Ya'ni o'sha hang up. Aytdim, qanaqadir dasturga bu yerda signal beradi dedi-ku. Aynan signallar 64 xil bo'ladi. Shunaqa. O'sha birinchisi hang up deyapmiz. Bu o'sha xatolik bor, o'zingni qayta ishga tushir, ya'ni reload qil degan ma'noni beradi. Xo'p, bundan keyingisi adashmasam 15. Shu.
Siege term, ya'ni bu nima? Bu standart signal bo'ladi. U dasturga iltimos ishingni yakunlab, chiroyli qilib yopil deydi. Ya'ni o'sha biror bir dasturni kill qilib turib, PID'sini bersak, boyagi 3360 terminal ekan. Kill 3360 qilib bersak, tizim avtomatik ravishda bu o'sha 15-signal. O'zi default holatda 15-signal asosida ishlaydi. Ya'ni dastur o'sha 15-signal asosida o'zini o'zi avtomatik yopadi. Xo'p, undan keyingisi, xo'p, seek kill bor edi, ha. Bu nima? Bu eng yaxshi, yo'q, eng yaxshisi emas, bu eng shafqatsizi. Ya'ni agar dastur misol uchun 15 da iltimos o'zingni shunaqa dasturingni, jarayoningni yakunlab, o'sha saqlashing kerak bo'lgan narsalarni saqlab turib yop deydigan bo'lsa, bu 9 dagi, ya'ni sync kill da bo'lsa, u uni shunchaki shafqatsiz, prosta dastur nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozir yopasan, hozir o'chirasan, hech qanaqa resurs ajratilmaydi unga, bo'ldi. Prosta yopiladi degani. U dastur o'zini o'zi yopishga imkon bermaydi. U to'g'ridan-to'g'ri xotiradan uni ishlayotgan jarayonlar orasidan shunchaki olib tashlaydi. Bolg'a bilan xuddi uni chopib tashlagandek gap. Bu o'sha kill qilishni signallari 64 ta. Xo'p, bundan tashqari yana bizda yana bir qulayligi bor. Kill agar siz tasavvur qiling, bitta o'sha Chrome dasturini ochsak, u ko'plab jarayonlarni ishga tushiradi. Bitta jarayon bilan shunchaki Chrome bo'lib ochilib qolmaydi u. Bu yerda Chrome'ni qaysidir servislari yana qo'shimcha bo'lib turib 5-6 ta ochilib ketadi. Biz shularni har bittasini bittalab o'chirib yotmaymiz-da. Eng oddiy usul, ya'ni kill all degan buyruq bor bizda. Kill all qo'shib yoziladi. Ha. Xo'p, kill all degan buyruq bor. Shu yerga endi biz misol uchun Chrome deb yozsak bo'ladi. Hozir birinchi Chrome ochib olaylik. Chrome. Chrome yo'q ekan. Okay, Firefox. Firefox ochamiz. Xo'p. Bu yerdan qilib qilaylik-da. PS aux grep Firefox. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin, Firefox'ni o'zida bitta, ikkita, 3 ta, hozircha bu yerda yana 4 ta, brauzerni nechta, har bitta alohida tabga ham alohida ochib qo'yadi. Kerak bo'lsa jarayonlarda biz shularni hammasini qanday yopamiz? Kill all shunchaki keyin qaysi so'z qatnashgani Firefox'ni barcha jarayonlarini yopmoqchiman. Bu yerda ko'rdik, Firefox avtomatik yopilib ketdi mana. Va bu yerga o'tib turib va yana qaytadan Firefox deydigan bo'lsam, faqat bittani chiqaryapti. Bu ham aynan shu bu ishlayotgan grep komandamdagi Firefox'ni ko'ryapmiz. Birinchi grep, undan keyin color auto, bu avtomatik qo'shiladigan grep komandani, ya'ni chiroyliroq mana bunaqa biz izlayotgan harfni qizil qilib ko'rsatish uchun ishlatiladigani va undan keyin biz yozgan Firefox. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, shuncha jarayonni bittalab PID yozib chiqishning o'rniga bitta kill all bilan berib, qaysi dasturni yopmoqchimiz, tag tugi bilan, uni ishlayotgan barcha jarayonlari bilan shuni bersak, avtomatik o'zi yopib beradi. Bugungi o'tilgan dars bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, bugun biz o'sha CPU resurslarini qanday qilib to'g'ri taqsimlashni o'rgandik. Ya'ni o'sha dasturni ishga tushirishdan oldin uni ustuvorlik darajasini berish yoki ishga tushgandan keyin uni yopmasdan turib ustuvorlik darajasini berish, nice va renice komandalari va oxirgisi o'sha keraksiz yoki xato ishlayotgan, qotib qolgan dasturlarni PID'si orqali uni kill qilib yuborish yoki o'sha dasturning nomi orqali barcha jarayonlarni yopib yuborish haqida gaplashib o'tdik. Bularni amalda ko'rdik. Bular o'sha tizim administratorlarining eng muhim qurollari hisoblanadi desak ham bo'ladi. Ba'zi bir paytlarda juda ham kerak bo'ladi. Amaliyotda sinab ko'rishni unutmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.